Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan makaron tayyorlaymiz. Makaronimizga ketadigan mahsulotlarni videoni tagida yozib qoldiraman. Agar sizlarga bu kamlik qilsa, 2 ga ko'paytirishingiz mumkin ushbu mahsulotlarni. Demak, birinchi navbatda gazga bitta idishda suv qo'yib qo'yamiz. Suv qaynab turishi kerak. Suvimizni qo'yib qo'yganimizdan keyin 1 cho'mich yog'imizni olib qozonga solib olamiz va yaxshilab qizdirib olamiz. Yog'imiz qizib chiqqandan keyin bitta o'rtacha piyozni to'g'rab olgan bo'lishingiz kerak. O'rtacha piyozimizni solib qizargungacha qovurib olamiz. Piyozni aralashtirib turasizlar ora-orada. Demak, boy qo'yib qo'ygan suvimizga ozgina tuz solib yuborasizlar. Keyin 200 gram makaronni solasizlar. Biz makfa makaronni ishlatdik va aralashtirib yuborasizlar. Mana ko'rib turganingizdek piyozlarimiz qizarib chiqdi. Biz endi 250 gram qiyma soldik. 200-250 gram atrofida. Yana aytib o'taman, bizning oilamiz kichkina bo'lgani uchun sizlar ko'proq solishingiz mumkin. Taxminan 3 kishi, 4 kishilik porsiya bu. Demak, endi ozgina tuz solib qovuramiz. Bu orada bitta chesnoni to'g'rab olinglar. Chesnoyimizni solamiz. 1,5 osh qoshiq tomat solamiz. Va yana qovuramiz. Yaxshilab aralashtirib, hammasini qovurib olamiz. Qovurib bo'lganimizdan keyin, agar uyingizda zira bo'lsa, zira ham sovoringlar. Mana makaronimiz pishib chiqyapti. Demak, qovurib bo'lgan massamizni 15 daqiqa dimlab qo'yamiz. Makaronimiz tayyor. Makaronimizni endi dimlab qo'ygan massani ochib, makaronni solib olamiz. Ustidan ukrop soldik biz. Agar xohlasanglar, ukrop solasizlar. Demak, hammasini aralashtirib qo'yib, yana 15-20 daqiqa dimlab qo'yasizlar. 15-20 daqiqadan keyin mana ko'rib turganingizdek makaronimiz tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Agar bu ovqatni yana o'zimizning achichuvlar bilan birga tortsanglar, undan ham mazali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.